Musulman adam sportsmen boluş kerekpi? Yok, şart emes, biroq densog'ligi ching bo'lgan harakat qilish kerak, o'zini mashg'ul qarash kerak. O'shaga girib olib ömür bo'yi churqab yurish shart emas. Biroq densog'ligi ching bo'lib mashg'ib, o'shol densog'ligini qarash mildetdir. Antkeni hadisda aytiladi, kuchli musulman kuchsiz musulmanga qaraganda Alloh taolaga yaqinroq. Uloq chapqandar, boshqalar eng zo'r narsa. Biroq uloq chapqanda barib, uloqda qiro qilib, jana shunda chiqib ketgan hozir. Qo'ldan tortib olib qo'ysan, jandagi janjo'koriga kelib, sen meni tortib olding urib, anday uyat bo'ladi anday narsa. Tartib bilan bo'lish kerak. Futbolning tartibi bor, voleybolning tartibi, uloqqa kelgan tabiiy tartib bo'lib ketdi. Uloqqa bardik mafiya bilan boradi. Aqsaqal o'sha mafiyaning cho'ngidan ketsa, qo'ldan tortib olib qo'ysan, kuchli odamga tortib qo'ysa, kelib qo'rqitib, qamchi bilan nuqulab, o'ltirib qo'ygunga cheyin boradi. Aram o'sha aytganing. Aram. Qo'ldan kelsa varsa, barmasa o'tirsin uyinda, qatining janында. Aram o'sha narsa. O'sha yerda adam aytmagan so'zda so'ginasiz uloqda. Qanday bu atni boshqa, chappa boshqa. So'ginba. Aqsaqal uloqlar durmatda. Ha, eng yaxshi sport. Atning tarbiyasi, antkeni payg'ambar aytadi, alayhisalom aytadi, ayolning ko'nglini olib, mahovat bo'lsin deb o'tkirgan vaqting, atingni tarbiyalab o'tkirgan vaqting bo'sh vaqt deb aytilinmaydi. So'p bo'ladi deydi. Biroq o'sha so'p bo'lgan desa aramga bizning qirg'iz baylar almashtirilgan to'g'ri emas. Aytdilar baldarga, uloqchi baldarlarga, barganda so'kpaysin, boshqa qilvasin. Ayerda kuchning ishi. Төргөсөң анда келип, o қатынға төргө отыранда. Күч атасын тааныбайт ошо жерде. Тартип менен болуш керек. Уят эле болдук, ушу биздин жаллабат өрөн чынбы? Каерден улактан жаңжал бизден жаллабаттан чыгат. Өлүп аткандагы бизде, башкасындагы бизде, мушташып атканы бизде, разборкасы бизде, шарманда болду. Таластар жөн эле чыгып атат, жакшынак тартип менен болду. А лейлек жөн эле чыгып атат. Жаллабат эле бири-бири болуп кетти. Adaldı aramga çıkara turgan bolup kaldı.